O'zbek ta'sini aytganda suv kabi bu. Suv kabi. Xuddi mana shu bekat Asrovka qadrli yotoqxonam. Savdo pasu-ey. Arendani puli chiqdimi? Ha. Kvartira bilan arendan pulni alohida ajratib qo'yganman. Shunisiga ham shukur. Barakasini bersin dadasi. Hamma ishni ham boshlab olish qiyin ekanda. Mayli, obedga nima yeysan? Men uyda ovqat pishirib kelganman. O'shan yeymiz. Sen unda choy ichib qolgin, men qarab turaman. Kel yonga tort beraymi? Dachaga ketyapmiz, borasanmi? Mani bozorda ishlarim bor edi. Sizlar borib kelaveringlar. Shu safar chiqqan ichmasa, ishni deb o'lib ketasan turishda. Mayli, sizlar boraveringlar, bolalar, keyingisiga nasib. Aytdimmi, foydasi yo'q. Bo'pti. Mayli. Bo'pti. To'g'ri, internetdagi ayrim videolar hayotni izdan chiqaradi. Lekin ayrim videolar borki, hayot izdan olinadi. Ya'ni hayotdagi kunlardan. Men ham eslayman, Toshkentga ilk kelgan paytlarim xuddi mana shu yerda Chilonzor tuman Tamojniy chorrahasidagi bekat Asnovkada turganman. Shu yerda yashovchilar yoki bu yerni yaqindan biluvchilar eslasalar kerak. Avvallari 8 kvartalga orqaga qarab yurganda, salgina yurganda Futsiyama degan kafe bo'lardi bu yerda. Men o'sha yerda ofisiant bo'lib ishlaganman va xuddi mana shu bekat Asnovkada tunagan. Kunlarimni shu yerda o'tkazganman. Shu yerda uxlardim har kuni. Ertalabki birinchi reys 6 da keluvchi avtobus meni budilligim bo'lgan. Avtobus kelardi va men uyg'onib, boshimni to'g'rilab yana ishga chiqib ketardim. O'sha sizlar bilgan madaniy hordiq chiqaradigan Magic City, uni tarkibiga qo'shilgan o'sha bir paytlar Oliy Majlis orqasida suv havzasi bo'lardi. Hozir Magic Cityga qo'shilib ketdi. O'sha yer va hozirgi Seoul Mall kanali, ya'ni o'sha favvoralar o'rnatilgan kanal, ko'prikdagi boshi chapani tillayotganda meni hammom dushim bo'lgan. Men o'sha yerda cho'milardim, yuvinardim. Kiyimlarimni yuvardim o'sha yerda. Va o'sha yerda quritib, har doimgi o'sha hayot tarzini davom etardim. Futsiyama kafeda ishlaganman, Olmazordagi Barokka degan restoranda ishlaganman. O'zimcha bundan o'zimni aqlli qilib ko'rsatib yoki bo'lmasam qanaqadir boy, badavlat qilib ko'rinmoqchi emasman. Sinovli dunyo, hozir ham sinovlar, qiyinchiliklar har qadamda uchraydi. Lekin muhimi to'xtab qolma do'stim. O'zbek ta'sini aytganda suv kabi bu. Suv kabi. Hayot seni qanaqa o'zanga tashlashdan qat'iy nazar oqishni bil. O'sha o'zanda oqa olgin. To'g'onlarda to'xtab qolma muhimi. Ertangi qish kurovli kunlarning sovuqlari seni muzlatib, sindirib qo'ymasin. Bilamizki, oqib turgan suv ancha-munchaga muzlamaydi. Uyda seni kelajagingni kutib turgan, umidlar qilib turgan ota-onangga qara. Mo'ltillab turgan porloq kelajagini seni qo'llaring bilan, senda o'zini kelajagini qarab turgan, mo'ltillab qarab turgan o'sha farzandlaringga qara. Seni kelajaging sen bilan birga ularga kerak. Ana shunda o'sha Erik Haydar, Elton janoblari, Elmurod Haqnazarovni asli do'sti bo'lib chiqqan qo'shnilar ichidagi motivatorlarga ham yoki sobiq My5 xodimi Sarvar Bahodirov aytgan, seansi palon pul to'ladigan qimmatbaho psixologlarga ishing tushmaydi. Asli motivator o'zingsan do'stim. Asli motivator o'zingsan. Tanla o'z qo'lingda do'stim. Ya'ni hozirgi holatingda qotib qolgan mangu mahkumlikmi yoki o'z mehnating bilan erishish mumkin bo'lgan porloq yetuklikmi?